Bu uyimizni ko'rib hayolimga faqatgina bitta gap kelyapti. Qani endi shu uy meniki bo'lib qolsa, ota-onamning duosini olib, bola chaqa bilan maza qilib yashab olsam. Do'stlar, haqiqatda ham havas qilsang, havas qilgudek 4 so'tlik uyimizni shunaqangi kukladek ma'noli, mazmunli qilib solib qo'ygan ekan. Va hayolimga yana bir gap kelyapti. Sizlar ham menga o'xshab havas qilgan bo'lsanglar, bitta like bosib kommentariyaga nasib qilsin deb yozib ketinglar, hammamizga ham nasib qilsin. Assalomu alaykum, o'zimni yaxshi niyatda uy olaman deb turgan do'stlarim, bu videomizga befarq bo'lmanglar. Biz uchurda Qorasuv shahrimizda eng trend bo'lib jatgan Oqo'rgan o'zida 7-intimo ko'chamiz. Ismoiliyat masjididan keyingi Rossiya zapravkaga naprotiv joylashgan ko'chadan yurib turib so'l yoqqa 7-intimo ko'chamiz. Ya'ni asfalt ko'chalar, suv ko'chalar, svet ko'chalar va kirganimizda 11-xonadonimiz juda ham bir faizli, juda ham bir go'zal, istarali uyimizni bir qator ko'rib mana tanishib olamiz. Do'stlar, uyning eng qiziqli joylari hali oldinda. Bog'larni hali aytmadim. Bog'larni aytsam, vashi voydod devorasizlar. O'zini qaraganda ayovay sonun, ayovay srojniy bog'larda chiqdi va ko'zingizlarga nima ko'rinsa, bitta mendan boshqa hamma jihozlarni shu uyda qoldiradigan so'l joqdagi uyimizni asosiy qismlarini ko'raylik. Do'stlar, bismillah. Qani shashilbay girib kelingizlar. Mana bu koridorimizdan o'ng joqda joylashgan 4 ta bo'lmasini ko'rib o'taylik. Remontlariga addenli ma'no berib qo'yingizlar. Eng oxirgi zamonaviy stillarda solingan, yoshlarga ham, kattalarga ham bir xil yoqib ketaveradigan va uyimizni bo'ylari ham standartga javob bera oladigan big holatda solingan va ko'zingizlarga nima ko'rinsa, uyda asosiy jihozlari, gilomlari, paloslari, hattoki mebelli naborlarigacha hammasini shu yerda qolamiz. Faqatgina kiyim-kechak olib chiqib ketamiz deyapti va uyimizni bu qismida uzun koridor joylashgan. Bu joqda cho'ngdordan spalniy xonasi joylashgan bo'lsa, unga bir divar qo'shni kuxnyamiz joylashgan. Kuxnilari hammasini shu yerda qolamiz. Addenli semenli o'tirish joylari ham bor ekan. Hamma sharoitlarni qilib qo'ygan. Bu asosiy uyimizni sanuzel bo'lmasi bo'lsa, kir mashina, mir mashina, unitas ko'ryapsizlar, hamma jihozlar tayyor va hammasini shu yerda qoldirsa, endi uyning narxiga keladigan bo'lsa, aytilish bog'lari $115,000. Do'stlar, $115,000 dag'i sizlar uchun go'miz ozgina kamlari bor deb chiqardik. Oqo'rgani o'zidan bo'lsa, mana bunday go'zal uylari, sharoitlar ichidagi narsalar bilan bo'lsa, $115,000 menimcha zo'r narxlardan chiqdi. 4 so'tlikka hammasiga ulgurib qo'ygan zimniy oshxonadan tashqari mana bu yerda yozgi oshxonamiz, o'choqlari, suvni zapaslari, xullas sharoitlari vobshe VIP do'stlar. Telefon nomerlarini bersam, esim aytib bo'yicha dokumentlardan hech qanday problemasi yo'q deyapti. Dag'i bir sizga kelib tekshirib olingizlar. Esim nomerlari 0880 26 20 04. Dag'i bir nomerlari 0706 23 67 66. Do'stlar, shu nomerlarga kengroq qayrilib Oqo'rgamizda joylashgan ushbu uyimizga haqiqatan ham ulgurib qolinglar, yetishib qolinglar, hammamizga ham nasib qilsin.